Bugun sizlarga qo'limda o'ynatib tushonkacha pishirishni o'rgataman bankada. Erimga esa bezazvochka ko'rsataman videoni. Qizlarimiz aya siz ham shirin pishirasiz-ku, lekin dadamning qo'li shirinroqda deb qo'yishadi. Boya aytib o'tganimdek, qo'llarimda o'ynatib piyozlarni to'g'rab tashladim. Tayyor yuvib sterillangan bankaning ichiga birinchi o'rinda piyoz, keyin esa qora murch qo'shdim, dushistay. Undan keyin esa go'shtlarni taxlab chiqamiz. Biz o'zimizcha 5 ta banka olgan ekanmiz, lekin mana shu 3 ta bankaga zo'rg'a sig'di go'shtlarimiz. Piyoz, go'sht, orqasidan yana piyoz solamiz, sochni pishishi uchun. Mana men tuzni eng oxirisida soldim. Aynan nimalar solganimni hammasini kommentariyada prikrepit qilaman. Pripravalardan faqat tuz, murch va lavrel list. Kuchim boricha kuchanib, qopoqlarini yopdim-da, qozonni ichiga terib chiqdim, salfetkachani to'shab. Keyin, конечно, salfetkachani olib tashlab pishirdik. Qozonchamizga iliqqina suvchani to'ldirib, gazni yoqib, to qaynaguncha baland olovda, keyin esa pasaytirib, rovna 10 soat pishiribmiz o'zi ham past olovda. Pishib tayyor bo'lgan go'shtchalarimizni shunaqa bankachasi bilan og'darib, salfetkacha bilan ustini yopib olib qo'yamiz. Oh, hidlarini. Ana bo'lmasa haqiqiy tushonkani hidi mana shunaqa bo'lar ekan-da. Xuddi yoshligimizdagi yegan tushonkani ta'mi keldi. Aslzoda har doimgidek o'ynavardi, dadasining ovqatini yeb. Erkak kishi ovqat qilganda farishtalar qo'lida o'tiradi-da, shunaqa zo'r chiqdi.